Hurmatli turmushimiz boshimda sir nomidan bir oti bor. Al ustiga $50 puli bor. Hurmatli turmush raisi hisobidan bir ot to'yxonada $50 puli bor. Halallaysan, 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 halallaysan. Haqiqatan shu. Otangga rahmat ey. Halol seniki. Haqiqat o'ylab Otangga rahmat. Palvon hayda. Ana buni ayirdi deb aytsa bo'ladi o'rtoqlar. Mana unda ayirgandan keyin uyingga ilanib borib beradi. Bitta qarsamiz shu yigitga. Otangga rahmat. otga ham Palvon haydaydi. otga ham aytib Yakabodi lochini. Umuman qaraman. Og'aylar hozirgi zotda hurmatli turmush raisi hisobidan tayinlangan bir ot to'yxonada $50 pulda Yakkabog'ni lochini tagidagi ot 14dan Mo'minboyni qahrabosi. 14dan Mo'minboyni qahrabosi bilan ayirdi. Tabriklayman palvon. Hol chegini kim oladi? Midway! Kom brother! Brother! Kom brother!